Assalomu alaykum aziz obunachilar. Esingizda bo'lsa, Jizzax shahrida biz konsultatsiyalar berdik 2 kun davomida. Mana birinchi natijalarimiz Jizzaxning doktori o'zlari stimulyatsiya qilib, ayolni mana hozir birinchi marta ko'rib turibman, chunki stimulyatsiya, tuxum o'stirish, ayolni tayyorlash protokollarini muvaffaqiyatli o'zlari olib boryaptilar. Mana meni Shahnozaxon doktorim ko'rsatib qo'yyapman. Bu doktor malakali, biz sizga natijani bugun ko'rsatamiz. Early this morning, when you knocked upon my door, early this morning, when you knocked upon my door. 6 ta hujayra bir taraflarida, mana hozir ikkinchi taraflari ham shunaqa chiroyli follikullarni ko'rsatib turibdi. Bu yerdan ham bravo, mana 7-kletka ham, hatto spaykalar, bir nechta operatsiyalar, kesir kesish, operatsiya kistektomiya, endometrioz anamizlarda. Shunga qaramasdan 7 ta sog'lom hujayra bir tarafdan oldik. Aziz obunachilar, Shahnoza Tajribayeva mutaxassisimiz mana yaxshi follikul o'stirib berdilar. Bugun funksiya qildik. Ayolda 12 ta sog'lom hujayralar topdik. Tabriklaymiz, komandalarimiz super. Endi 2 ta bo'ldi komandamiz. Bittasi Jizzaxda, bittasi Toshkentda. Yaqinda yana bitta shaharga yo'l olamiz. Topinglar, qayerga boramiz?